Aslida prenatal va perinatal psixologiya bor, ya'ni ona qornidagi va tug'ruqdan keyingi jarayonda. Bu hayotimizda juda ham muhim etaplar bo'ladi. Nima shakllanadi? Nimaga bu etap juda ham muhim? Ya'ni men har doim ko'p aytyapman bu narsani hozir. Tarbiyaga 5 yoshda emas, 7 yoshda emas, maktabda bog'chada kimdir bilan urushib qolganda emas. Mana shu davri o'zi ham katta tarbiya bo'ladi. Chunki shu paytda o'zida bola dunyo bilan tanishishi, ona bilan muloqoti va o'ziga bo'lgan munosabati mana shu davrda shakllanadi. Va bu hammasi faqatgina onani holatidan boshlanadi. Chunki bola, qarang, 3 yoshgacha ona qornidan boshlab 3 yoshgacha bola onani xuddi xudodek tasavvur qiladi. Ya'ni uni uchun butun dunyo u. Chunki mana ona qornida bilasiz, o'sha nima yesangiz, bolangiz ham o'shandan oziqlangan bo'ladi. Qanaqa yotsangiz yotgan bo'ladi. Onani emotsional holati bolaga ozuqalarni, ya'ni qon tomirlari orqali yetib boradigan mikroelementlar, ya'ni hujayra darajasidagi ta'sirligini his qilib ko'ring perinatal psixologiyani. O'sha bola mana onani butun ona qornida-ku, uning uchun ona butun bir dunyo. Onani qanaqa his qilishi, nimalarni fikr qilishi, nimalar bilan mashg'ulligi, nimalarga qiziqish bildirishi, nimalarni ko'rib qanaqa ko'rishi mana shu davrda bola uchun bevosita ta'sir qiladi. Hattoki shunaqa etap bor, homiladorlikni 6-oyida insonni Alloh bilan munosabati, ya'ni qanaqa bo'ladi munosabati uni? 7-oyida bo'lsa, go'zallikdan mazza qila oladigan, nafosatni his qila oladigan bo'ladimi? Ya'ni estetik zavq ola oladigan inson bo'ladimi? Ana o'sha paytlarda, misol uchun shunaqa bo'ladi, homila paytida ayol kishi 7-8 yoshida hayotdan zavq olmaydi, chiroyli narsalarga qaramaydi. Ko'proq tashvish bilan bo'lib qoladi. Uyimni tozalashim kerak, tug'ishim kerak, tug'ruqqa tayyorlanishim kerak, buni olishim kerak deydi. Lekin o'sha paytda chiroyli gullarga qaragani, tabiatdan mazza qilgani, o'zi oldindan masalan bilmadim, men ko'p eshitganman buni. Chiroyli narsalarga ko'p qarasang, farzanding chiroyli tug'iladi deyishgan. Keyin hozir mana bilimlarimni olganimdan keyin o'yladimki, demak onalarimiz, buvlarimizda shu perinatal psixologiya haqiqatdan bo'lgan. Faqat uni bunaqa fan nomi bilan perinatal psixologiya deb nomlashmaganda, shunchaki hayotiy tarzda ko'rsatishgan. Chiroyli narsalarga qaragin, bolang chiroyli bo'lsin. Anaqa shirin-shirin gaplarni gapirgin, bolangni tili shirin bo'ladi deyishgan. Va ko'pchilik avliyolarni tarixini, ularni o'rganib chiqsak, ularni onalari homila paytida nima bilan mashg'ul bo'lganiga juda e'tiborli bo'lishgan va emizayotgan paytida o'sha bola bilan ona sutidan boradigan holatlariga nimalar bilan, qanaqa holatda emizayotgani juda ham muhim bo'lgan. Va mana shu 3 yoshli davrgacha bola uchun ona butun dunyo bo'lgan paytida o'sha aytgandek 3 ta etap: bolani dunyoni tanishi, o'zini tanishi va ona bilan, boshqalar bilan muloqoti, boshqalar bilan kontakti mana shu holatda shakllanadi. Biz o'ylaymizki, ko'pincha o'zi muammo bo'lsa, darrov unga yechim topishimiz kerak. Qanaqadir решение deydi-yu, kimgadir murojaat qilishimiz kerak, doktorga, psixologga, nevropatologga, defektologga, logopedga va uni hal qilib berishi kerak degan. Yo'q, bola tarbiyasichi xuddi kichkina har kuni vitamin berishlarga o'xshagan narsa va bu vitamin berish ona qornidan boshlanadi. Emiziklik davri bolani juda ham muhim davr. Bu paytda siz qanaqa holatda emizganingiz, misol uchun bilaman-da, onalar shunaqa nimadir hayotda tashvishi bo'ladi, kimdir bilan urushib qolgan bo'ladi-da, keyin bolani oziqlantirayotganda emizganida voy, charchab ketdim yoki miyasida doim o'sha dialog, kimdir bilan urushgan. Agar bilsa edi deyman, onalar hozir bolasi sutini tarkibi, ona sutini tarkibi uni fikrlari, xayollari va emotsiyaga qarab o'zgaradi. Tabiatda bilasizlar, endi bilsanglar kerak deb o'ylayman, eng zo'r bola uchun immun tizimini mustahkam qiladigan bu ona suti. Hozir ko'pchiliklar bu narsani qadriga yetmaydi. Osoni, qulayi bu shunchaki sun'iy sutlar deydi. Ona sutini nimaga tanlashadi? Shunchaki ekonom bo'lgani uchun. Men bu narsaga juda xafa bo'laman. Ona suti bu pulni ekonom qiladigan emas, bolaga eng zo'r emotsional kontaktni, asab tizimini baquvvat qiladigan, immun tizimini baquvvat qiladigan sistema. Va men buni o'zimda tajribamda ko'rganman. Ikkinchi farzandimda nevrologik muammolar bo'lganda, meni shifokorim aytgani, agar farzanding
yaxshi, sog'lom bo'lib katta bo'lishini xohlasang, unga ona suti juda ham muhim degan. Chunki o'sha asab tizimini to'g'ri shakllanishiga, nuqsonlari bo'lsa to'g'irlanishiga yordam beradigan tarkib faqat ona sutida bor degan. Va buni keyinchalik o'zim ham mana aytganini qilganman, xo'p, o'zim ona suti bilan boqishim kerak ekan deb, lekin keyin o'rgansam, ana o'sha ona sutidagi xotirjamlik effekti, ya'ni bolani ona bilan bo'lgan kontakti juda muhim ekan. Lekin o'sha kontakt agarda sizda asabda bo'layotgan bo'lsa, g'azabda bo'layotgan bo'lsa, jahlda bo'layotgan bo'lsa, bolangizni shundoq o'sha narsalar bilan oziqlantirgan deb tasavvur qilavering. Shuning uchun man bu bilimlar bilan nimaga bo'lishmoqchiman? Shunchaki qornini to'yg'izish emas, shunchaki bolani tug'ib katta qilish emas, uni yaxshi bog'chaga beramiz, частный maktabga, частный bog'chaga beraman deganingiz, bu hali unga yaxshi hayot bera oldingiz degani emas. Undan muhim etaplar bor. Homila paytidagi sizni emotsional holatingiz, farzandingiz bilan muloqotdagi psixoemotsional holatingiz va onani o'zi bilan o'zi bo'lgan holati va tug'ruqdan keyingi depressiya holatida to'g'ri chiqib ketish, to'g'ri o'tib olish juda ham muhim. Chilla etaplari juda ham muhim. Mana shularni hammasini qadrsizlamasdan, boshqatdan qadriyatlarimizga qaytgan holda tiklasak, bizda ishoninglar, sog'lom bolalar ko'paygan bo'lardi. Chunki men afsusdamanki, hozir ko'p nevrologik muammolar bilan bolalar soni kundan kunga ortib boryapti. Masalan, autizm oldin juda kamdan kam uchraydi, hozir ming afsus buni ko'p eshitadigan bo'ldik. Men autizmni perinatal psixologiyada noto'g'ri qilgani uchun tug'ildi deb bo'ynimga olmayman, chunki bunga bir nechta faktorlar bor yoki rivojlanishdan qolishida bir nechta faktorlar bor. Siz faqat to'g'ri fikrlab, emotsiyangizni yaxshi qilib, lekin pala-partish ovqat yeyilsa, onani sog'lig'ida muammolar bo'lsa, bu narsa zarar bo'ladi. Bu baribir muammoga kelib chiqadi, lekin sog'lom bola uchun faqat yaxshi ovqatni o'zi kamlik qiladi. Sog'lom farzand tug'ish uchun, ya'ni avlodimizning sog'lom bo'lishi, ularni hayotda muvaffaqiyatli, baxtli bo'lishida onani psixoemotsional holati juda ham muhim etap egallaydi. Nima yechim bo'lishi mumkin? Aytganimdek, hayotda tashvish hammada bo'ladi, murakkabliklar, muammolar baribir bo'ladi. Bitta narsani bilamanki, miyaga axborot berilsa, u xuddiki tunnelni tagida chiroq bordek ko'rishni boshlaydi. Bu nimaki? Biling, homilani birinchi trimestri, ya'ni birinchi 3 oyligi eng og'ir payt. Mana shu paytda siz ko'p yig'laydigan, ko'p siqiladigan, ko'p nimadandir qiynaladigan paytingiz bo'ladi. Men bilaman, o'zim o'quvchilarim orasida, shogirdlarimni chiqarganimda, menda o'qigan mijozlarim orasida turmushga chiqib homila bo'lganlar shunaqa deyishadi-da, gaplashib qolsak, hozir anaqa homiladorman-da, o'shaning uchun bo'lsa kerak, ko'p yig'layapman. Mayli, o'tib ketadi deydi. Keyin xursand bo'laman, demak bilim ishlabdi. Demak, men hozir homilamni birinchi 3 oyligida fildan pashsha yasaydigan etapim. Men hamma narsani bo'rttirib ko'raman. Bu meni homilamga bog'liq deydi-da. U holatga kirib ketib qolmaydi. O'sha paytda ajrashishga shoshib ketmaydi. Chunki bilim sizni ushlab turadi. O'shaning uchun bilingki, agar siz homilani birinchi 3 oyligida ko'p yig'laydigan bo'lsangiz, oldingi bitta gap ko'tara olmaydigan, sal qarashlar yoqmasdan o'zingizga tushkunlikka tushib ketib, erim mana bunaqa qildi, bunaqa dedi, eshikni taqitib yopdi deb bo'rttirayotgan bo'lsangiz, o'zingizga eslatib turish kerak bo'ladiki, bu homilamni birinchi 3 oyligi. Va bu narsani agarda siz yaqiningiz homilador bo'lsa, biling, u bo'rttirib gapirayotgan bo'ladi. Masalan, singizmi, opangizmi, o'g'singizmi, bilmayman, kimdir sizda homilador bo'lsa-da, o'sha birinchi 3 oyligida kelib turibdi, meni erim mana shunaqa qildi-da, qaynonam mana shunaqa qilyaptilar desa, voy bechora, bu qiynalgan ekan, buni uydagilar yomon ekan deb o'ylamang. Eshiting, bu hozir aniq ko'pirtiradi. Gormonlar sabab. Chunki tanada nima bilasizmi, qanaqa katta o'zgarish bo'ladi onani qornida farzand paydo bo'lgandan keyin. Shu sababdan u voqeaga adekvat baho bera olmaydigan bo'lib qoladi va uni psixoemotsional holati, uni gormonal holati bilan hozir bog'liq. U rostdan qaynonasi yomon emas. So'rasangiz, haqiqatda u kichkinagina eshikni shamol qattiq yopib yuborgan bo'ladi, lekin bu tars deb yopildi degan holatda bo'ladi. Mana shunaqa joylarda sizga bilim kerak. Demak, bilingki, birinchi 3 oylik eng ko'p yig'laydigan, eng ko'p stressga tushadigan va hamma narsa bo'rttirilib 3x tarzida ko'riladigan holat. Bu narsa tug'ganingizdan keyin eslaganingizda, voy, oddiy bo'lgan ekan-a deysiz. Chunki gormonal foningiz to'g'irlangandan keyin emotsional holat ham o'zgarishni boshlaydi.
Perinatal psixologiyani ta'siri haqida sizga bepul darslik tayyorlab qo'yganman. Darslikni qo'lga kiritish uchun pastdagi havolani bosing.